Assalomu alaykum qadrli do'stlar, sizlarni kanalimda ko'rib turganimdan xursandman. Demak, bu Premiere Pro kursi va biz 3-darsni boshlaymiz. Demak, bu 3-darsimizda biz ozgina Hamtek instrumentlar haqida gaplashamiz. Keyin ozgina shu timelaynda biz praktika qilib ko'ramiz. Bizga yangi исходник kerak emas. Biz исходникni 2-darsdagi исходникdan bu safar foydalanamiz. Bunga siz qarshi emassiz deb o'ylayman. Videoni keling kesib ko'ramiz. Kesib ulash bu montajni o'zi asosiy bazaviy ish hisoblanadi. Shaxsan men o'zim videoni ikki xil usulda S va E klavishlari bilan kesaman. Ikkalasini ham o'zini o'rni bor. Buni hozir praktikada o'zingiz bilib olasiz. Misol uchun videoni xohlagan joyingiga olib borasiz. Mana bu ko'k yurgichi va E klavishini bosadigan bo'lsangiz, ko'k chiziqda, ya'ni videoni ko'radigan joyida, ya'ni chizig'ida videoni kesadi. Endi uni misol uchun bemalol bosib turib qo'yavermasdan uni siljitsangiz, mana videomiz 2 ga bo'lindi. Ana endi ikkinchi usul S klavishi bilan kessak bo'ladi, ruscha S klavishi bilan. Ko'rib turganingizdek, bizda bunaqa razor toolni olamiz avtomatik tarzda. Bu yoqqa kelib turib razor toolni tanlasangiz ham bo'ladi, lekin shunchaki S bilan bossangiz bu yoqqa o'tish osonroq. Ko'k mana bu yurgichdan tashqari, ya'ni mana shu yuradigan ko'k chiziqdan tashqari, demak, xohlagan joyidan kessak bo'ladi. Ko'rasiz? Men misol uchun mana shundan kesmoqchiman. Shuni bosasiz va kesiladi. Bosasiz, kesaverasiz. Xohlaganingizni kesishingiz mumkin. Ko'rdingiz? Agar E bilan bossangiz, o'sha ko'k chiziq turgan joydan kesadi. Praktika davomida buni nimaga ishlatishni ko'rib borasiz. Qaysi payt qaysini ishlatishni o'zingiz praktika qilib ko'rganingizda qaysi qulayligini o'zingiz bilib olasiz. Men montajda ham unisidan ham bunisidan ham foydalanaman. Shunaqa bo'lishi mumkin. Videoni boshida joy bo'lmasligi mumkin. Shuning bilan birgalikda mana mashqga video material qo'shishimiz kerak bo'lib qolishi mumkin. O'shaning uchun hamma video materialni bunday uzoqlashtirib hammasini tanlamaymiz-da, mana bunaqasiga. Shunchaki Q, ya'ni Q harfini bosamiz. Men shunga qo'yib qo'yganman. O'shanda siz mana track select forward toolga o'tasizda, misol uchun bosib turib, mana shu kesilgan joyidan bu yog'ini bosib turib buni sursangiz bo'ladi. O'shanda sizda bu yog'ida qanaqa jamiki necha soatlik material bo'lishidan qat'iy nazar, mana shundan kesilgan joyidan tanlab turib bu yoqqa sursangiz, mana video materialni. Shu materialdan u yoqda hamma bor joylashgan materiallar bu yoq o'ng tomonga suriladi va sizda yetarli darajada mana shu yerda bo'sh joy hosil bo'ladi bemalol. Keyingi instrumentga o'tamiz. Keyingi instrument bizlar Ripple Edit Tool. Ripple Edit Tool bizga nima uchun kerak? Misol uchun men bitta bizning personaj demak qo'lini o'sha sochiga ko'tardi va biz shu yerda kesamiz va ozgina yurganimizda marhamat keyingi kadrga o'tamiz va kesamiz yana. E bilan kesyapman ko'rib turganingizdek. Joyiga kelganda gapirib o'tib ketishim kerak. Menda o'chirish knopkasi ikkita. F knopkasi bilan o'chiraman va misol uchun tanlab turib D knopkasi bilan ham o'chiraman. Ko'rasiz, farqini sezdingiz deb o'ylayman. F bilan o'chirsangiz, misol uchun menda mana shu joyi bo'sh qoladi. Agar mana shu kusokni, misol uchun mana shu qismni o'chirib ham bu kesilgan joydan bu kesilgan joyigacha ulavormoqchi bo'lsangiz avtomatik tarzda bu bilan bu yoqda turgan material keyingi necha soat bo'lishidan qat'iy nazar bu yoqqa suriladi, tortiladi-da va mana bu kesilgan joygacha olib kelib qo'yadi. Misol uchun D ni bosadigan bo'lsangiz, o'shdagi video kesilgan joydan bu yoqqa tortiladi. Men ko'pincha shunaqa usulda kesaman. Ba'zida shunchaki o'chirish ham kerak bo'lib qoladi F knopkasi bilan. Men hozir D knopka bilan o'chiraman va kesib turib bu yoqqa o'tkazib yubordim. Demak, ko'rib turganingizdek, bu yerda hozir nimaga kelgandik? Mana qo'lini ko'tarib sochiga tekkizdi va keyin kadrga o'tdik. Hozir Ripple Edit Tool haqida gaplashayotgandik. Kesilgan joyiga mishkani olib keladigan bo'lsak, ko'ryapsizmi? Mishkamiz qizil mana shunaqa strelkalarga o'zgaryapti, chapga va o'ngga. Shu yerda shuni bosib turib sursangiz, video chap tomondan o'ng tomonga video kesilishi boshlaydi. Bu hech qanaqasiga videoni siz surmayapsiz, siz shunchaki o'sha o'zingizda bor videoni kesishni boshlayapsiz. Mana xohlagan joyingizdan kesasiz. Bunaqasiga ham kessa bo'ladi. Va qo'yib yuborasiz. Ko'rib turdingizmi? Mana e'tiborga qaraganingizdek, mana ovozini ko'ryapsizmi? Mana bu boshlangan. Xuddi shunaqasiga kesilgan videoni orqaga
agar sal ortiqcha kesib qo'ygan bo'lsangiz, orqaga qaytarsangiz ham bo'ladi mana. Xuddi shunaqa bu yoqdagi videoni ham misol uchun bu yoqqa ko'rsatyaptimi? Demak, kesilgan joyidan bu yoqqa sursangiz, video materialingiz ko'rasizmi? Kesyapti-da. Mana ovozga e'tibor bergan bo'lsangiz, mana shu yerda kesdi. Mana turgan joyida qolib ketdi. Bizda nima bo'ldi? Bizda turib, mana personaj qo'lini tepaga ko'targandi. Kontrolni bossak, ko'rasizmi? Bizda o'sha mabitdagi bunaqa o'ngga suradigan va chapga surib kesadigan instrumentimiz kontrolni bosib tursak, ko'rayotganingizdek ham o'ngga ham chapga ikkalasi baravariga strelkalar yonda. Buni endi mana shu kesilgan joyidan bossangiz va surishni boshlasangiz, endi boyagi ishi ikkalasi baravariga bajarilyapti. Browser tool bilan tanishdik, boya kesayotgandik videoni. Ana endi Slip tool bunga salgina keyinroq qaytamiz. Bizda pen tool ham bor. Bu pen toolni biz faqat effekt kontroldan ishlatamiz, bu yerdan ishlatmaymiz. Agar ishlatadigan bo'lib qolsak, buni nimaligini o'rgatib ketaman. Bizani keyingi ishlatadigan detalimiz bizda nima? Bu bizani kadrimizga kvadrat chizadi mana. Bosib turib kadrga tushansangiz kvadrat chizadi. Bu ham shape deb ataladi. Buni keyin effekt kontrolni o'rganayotgan paytda alohida nimaligini ham o'rgatib ketaman. Demak, buni biza hozir keling o'chirib turamiz. Demak, bizda hand tool bor. Hand tool bu nimaga? Timeline'ni misol uchun yaqin holatda turgan bo'lsangiz, buni bosib turib surishingiz uchun kerak. Misol uchun ko'rasizmi, hech narsani surib olmayapsiz. Shunchaki timeline'ni chapga suryapsiz va o'ngga tortib bosib suryapsiz. Buni ham nimaligini tushundingiz deb o'ylayman. Endi bu hand tooldan foydalanish ikkinchi usuli bor. Bu nima? Biz keling mishkaga qaytamiz va sichqoncha g'ildiragi bor-ku, o'shani pastga tepaga g'ildiratsangiz, mana misol uchun ko'rasiz, hand tool qilgan ishni bu ham qiladi bemalol. Type tool bilan biz videoyimizga misol uchun titr yozishimiz mumkin. Videoga titr yozish bilan keyingi darslarda tanishamiz. Albatta, bu hozir alohida mavzu qiladigan katta mavzu bo'lib qoladi. Endi yana bitta narsaga e'tibor qaratishingizni so'rayman. Bizni demak video materialimizni tasavvur qiling, mana sekvensimiz yangi deylik. Video materialingizni tashlaysiz. Video materialingizni tashlaysiz va bu yerda bizning video materialimiz bor. Kadrdan kadrga stick bilan o'tadigan joylari bor. Mana ko'rib turganingizdek, mana o'tdagi kadr bilan taq etib o'tyapti, to'g'rimi? Oddiygina videolar ketma-ketligi. Lekin bizda mana bu kesilgan joyi yo'q. Shu joyini misol uchun ikki xil usulda topib kesishimiz mumkin. Misol uchun uni mana bu line bilan topamiz, yaqinlashtirib olamiz. Maksimum yaqinlashtirish kerak bu yerda va sekin surishni boshlaymiz. Keyingi kadrga o'tishini topamiz. Mana taq etib bu yoqda o'tdi, to'g'rimi? Ana endi yaqinlashtirib ko'ramiz. Ko'rasizmi mana? Yangilik siz uchun bu yoqda mana sekundni bir ulushida mana bu yerda ko'k chizig'i bor. Shu ko'k chizig'i o'sha sekundni bir ulushini ko'rsatadi. Ko'k chizig'ini ko'radi. Ko'k chiziq bu bizdagi kadr. Mana shu yerda bizani mana shu kadrimiz, bitta kadrimiz joylashgan. Ana endi biz videoni keling kesamiz. Videoni kesamiz va bizda bu yoqda tugayapti va qora fon boshlandi va keyingi kadrga o'tildi. Ana endi buni salgina osonroq yo'li bor. Keling, buning uchun biz ham taxminan kesib olamiz deb, boshqa ortiqcha narsalar bizga xalaqit qilmaslik uchun. Unga o'tishdan oldin keling, mana shu adashib kesib qo'ygan joyingiz Ctrl Z bilan qayta olmaydigan joyga kelib qoladigan bo'lsa, misol uchun shunchaki shu chiziq ustiga shunday bosasizda, mana qizil bo'lgandan keyin F bosasiz, xuddi o'chirib tashlaydigandek. Videoni o'chirib tashlaydigandek, xuddi kesilgan joyiga ham shunaqa o'chirib tashlasa bo'ladi. Endi kesilmagan holatga qaytdik. Demak, bizda mana shuni o'zi avtomatik tarzda qanaqadir osonroq yo'li yo'qmi deyishingiz mumkin. Bu taxminan 2020-yil Premiere'dan boshlangan bo'lishi kerak. Videoni tanlab turib, sichqonchangizni o'ng tomonni bosib qaraydigan bo'lsangiz, bu yerda Scene Edit Detection. Bu o'sha video materialingizni analiz qiladi-da va kadrlarga bo'lishga harakat qiladi. Shuni bosadigan bo'lsangiz, bu yerda hech narsani o'zgartirish hojati yo'q. Shunchaki analiz bosasiz va u videoingizni analiz qiladi-da, mana shu kусок videoingizni. Va qaysi paytda boshqa kadrga o'tganini o'zi topib,
o'zi o'sha joyidan kesib beradi. Sizga shunaqa vaziyat bo'lib qoladi. Siz tayyor mana shunaqa materialdan foydalanishingiz kerak. Buni har bitta joyini, kadrdan kadrga o'tgan joyidan ajratib o'tirmaysizda. Shunchaki videoni tanlaysiz va Scene Edit Detection'ni bosasiz. Analiz. Endi ko'rib turganingizdek, bizda shu tayyor video materialni Scene Edit Detection hammasini o'sha stick bilan taqib o'tgan skachokli, endi skachok deyilmaydi. Mana ko'ryapsizmi? Hammasini kesib chiqdi keyingi kadrga o'tishda. Minus tomoni bor. U mixer bilan, mixer deyiladi. Sizga hozir mana shu переходni ko'rsataman mana. Mana mixer bilan o'tiladigan ikkita kadrlar mana. Ko'rasiz, bu yerda planli ikkinchi kadr o'tyapti va birinchisi shu kadr ichida yo'qolyapti, ikkinchisiga joy bo'shatib beradi. Shunaqa переходlarni kesa ola olmaydi va keyin yana bitta minus tomoni, bayvik tez harakat qiladigan kameralar tez harakat qilib, misol uchun o'zini o'rnini ikkinchisiga, uchinchisiga o'tkazmasa ham, kadr titrasa, ko'p kadrdagi detallaringiz tez o'ynaydigan bo'lsa, o'shani ham aniqlamasdan noto'g'ri kesishi mumkin. Agar bunaqa sokin ketadigan bo'lsa, hammasi proses. Uni bemalol ishonishingiz mumkin, uni to'g'ri kesib beradi. Nima bo'lgan taqdirda ham bu kesgandan keyin o'zingiz birrov ko'rib chiqishni maslahat beraman sizga. Keyin mana qaraydigan bo'lsangiz, bu yerda bizning personaj krupniy planda shu kadr bor, to'g'rimi? Endi shu kadrdan keyin bitta boshqa joydagi, bu orqa tomondagi kadrdan tanlab olamizda, o'shani davomiga qo'shamiz. Ana endi bizda nima bor edi? Bizda mana bu qo'lini kadri bor edi. Chiroyli plan. Uni Ctrl X bilan tanlab ham shu videoni xuddi faylni vrizit qo'ygandek shundoq kesib olsangiz bo'ladi. Ikkita kesilgan joyidan kusokni shundoq Ctrl X bosib kesib olsangiz bo'ladi. U o'zini xotirasida saqlab turadi. Va o'sha boyagi plan bor edi-ku. Mana shu plandan keyin keling o'sha planni qo'yib yuboramiz. Misol uchun X bilan boramiz, kesilgan joyga borib qo'yadi va Ctrl V ni bosadigan bo'lsak, ko'rasiz, videomiz o'sha joyidan tushdi. Endi bizda shunaqa vaziyat bo'ladi. Mana shu kadrimizdan keyin, misol uchun, boshqa planga o'tib ketamiz biz. Aynan shu kesilgan joyidan boyaga olib qo'ygan planimizni, ya'ni kadrimizni shu yoqqa qo'yishimiz kerak bo'lib qoladi. Bizda misol uchun buni shundoq bu yoqqa olib kelib turib, boyaga olgan kadrimizni bu yoqqa tashlaydigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek, bizdagi bu kuzok, ya'ni planimiz ustidan tashlab boradi. Ustidan kesib tashlab, ustidan tashlab boradi va bizning buni tagidagi kadri o'chib ketadi avtomatik tarzda. Endi shu bilan birgalikda shu kadrni tepaga ko'tarishingiz mumkin, misol uchun, va boyagi plandan bundoq qaytarishingiz ham mumkin. Lekin bunaqa qilmaymiz, to'g'rimi? Biz shunchaki bu yoqdan tanlaymizdik, o'zimizga yetarlicha joy ajratib olamiz va Ctrl V ni bosamiz. Undan ham oson yo'li bor. Misol uchun, agar mana shu holatda turadigan bo'lsa, Ctrl Shift V ni bosadigan bo'lsangiz, o'ziga yetarli joyni ajratib olib, hech narsani o'chirmasdan o'ziga yetarli joy ajratib oladi-da, qara surilinglar sizlar deydi-da, o'ng tomondagi men videoni o'ng tomonga suradi, bu yoq chap tomondagi o'zini joyida qoladi, o'ziga yetarli joy ajratib oladi-da, mana mashitga joylashadi o'zi. Mana shu usul eng kerakli usulni esdan chiqarib qo'ymaymiz. Biz nima qildik? Boyagi videoni Ctrl Shift V ni bosdik, o'ziga yetarli joy ajratib oladi, hech qanaqa qora fon qolmaydi va bemalol ishlatsangiz bo'ladi shu usulni. Misol uchun qiyin emas. Bu bilan birgalikda siz 3 ta kadr birdaniga Ctrl X bosib kesib olishingiz mumkin va oradagi mana bu bitga tashlashingiz mumkin. O'ziga kerakli bu 3 ta video joy ajratib oldi va mana bu qolgan kadrlarni surdi-da, bu yoq o'ngga surib, o'ziga yetarli joy ajratib olib, o'zi joylashib oldi. Tushundingiz deb o'ylayman. Shu bilan birgalikda videoingizni Ctrl X bosib turib joyini o'zgartirsangiz bo'ladi. Va Ctrl C ni bosib turib kopiya qilib bu yoqqa tashlaysiz bo'ladi. Xuddi shu material timeline bu yog'iga ham tushadi va shu bilan birgalikda yana bitta narsani aytishim kerak. Video materialingiz qaysi daroshkada turgan bo'lsa, kopiya qilsangiz va bu yoqqa olib kelib turib start bosadigan bo'lsangiz, o'sha daroshkaga tushadi. Faqatgina men bitta boya o'tgan darsda o'rgatgandim. Bu yoqda hamma manbadagi yonib o'chadigan mana bunaqa joylari ochiq turgan holatda bo'lishi kerak.
Ana endi keling biz yana timeline'ga qaytamiz. Yana qo'shimcha kiritib ketishim kerak. O'tgan darsda gapirmagandim bularni. Sichqonchani mana shu qalin chiziq o'rtaga video bilan audioni ajratib turadigan chiziqqa olib kelib turib, shu chiziqni tepaga pastga ko'tarsangiz, ko'rib turganingizdek, misol uchun videoda ko'payib ketganda, misol audio hozircha kerak emas deydigan bo'lsangiz, audiodan joy ajratasizda, unda videoga ko'rishingiz mumkin. Lekin bu yoqdagi audiolar yo'q bo'lib ketmadi. Ular shunchaki pastga surildi. Siz audio bilan ishlaydigan bo'lsangiz, audio materiallar bilan ishlamoqchi bo'lsangiz, agar bu yoqda video juda ham ko'payib ketgan bo'lsa, ya'ni shunaqa payt keladi, masalan, timeliningizga sig'may qoladi. Shu chiziq orqali audioga bundoq surasizda, joy ajratasiz. Bu yoqda hech qanaqasiga qo'rqmang, videolaringiz o'chib ketmaydi. Shunchaki sizga ko'rinmaydigan tepaga ko'tarib qo'yadi. Bizda misol uchun kadrimiz turibdi, to'g'rimi? Endi ko'rib turganingizdek, mana audio materialingiz juda ham ingichka deylik. Shu turishida. Shu ingichka audio materialingizni sal kattalashtirmoqchisiz. Uni yo'li bor. Mana bu bo'sh joyiga olib kelasizda, shu doroshkani 2 marta bossangiz, sal kattaroq qoladi va 2 marta bossangiz, boyagi holat, oldingi holat, standart holatiga qaytaradi. Yana boshqa yo'li bor. Sekin bu yoqqa olib kelib qo'yadigan bo'lsangiz, mishkani olib kelib qo'yadigan bo'lsangiz, shunaqa ikonka hosil bo'ladi va xuddi shuni surgan kabi surasiz, faqat bu video audio materiallarni tepaga pastga surish uchun emas. Bu bizda o'sha timeline'ni alohida ochish uchun xizmat qiladi. Misol uchun, mana bu audio birinchi doroshkadagi audio bir liniyadagi yo'limizdagi audioni ochish uchun ishlatiladi. Buni tagidagi chiziq. Bu ikkinchi doroshkani ochmoqchi bo'lsak, shu ikkinchi doroshkani tagidagi chiziqdan foydalanamiz. Tushundingizmi? Shuni sal ochsangiz, o'sha shu liniyada turgan materialga kattalashtirasiz. Videoda ham xuddi shunaqa. Endi yana bilishingiz kerak bo'lgan narsa bor. Bu misol uchun oradan ortiqcha kadrlarni o'chirdingiz deylik. Misol uchun xohlagancha bo'lishi mumkin. Va mana bitta orada bo'sh joylar qolib ketdi. Endi nima qilish mumkin? Misol uchun buni bosib turib, mana bunaqa oq bo'lganda nari klavish bosib turib ripple delete qilsangiz bo'ladi va bu bo'sh joyni o'chiradi-da. U yoqdagi videolarni, o'ng tomondagi videolarni chapga tortib, mana shu to kesilgan joyiga yopishtirib qo'yadi. Yoki bo'lmasa, shunchaki shu bo'sh doroshkani bosib turib, bo'shliqqa bosib, F bosib olsangiz ham shu joyi o'chiradi bo'shliqni va o'ng tomondagi videolarni chapga suradi. Endi osonroq yo'li bor. Agar sizda bunaqa holat juda ham ko'p bo'ladigan bo'lsa, misol uchun 4 ta, 3 ta, undan ko'p, 25, 30 talab bo'lishi mumkin. Hammasini belgilab olasizda, shunchaki 0 ni bosasiz. Men 0 ga qo'yganman. 0 ni bossangiz, hammasini bir-biriga yopishtirib qo'yadi. Bemalol. Bo'shliqlarni yopishtirib bir-biriga tekislab qo'yadi. Xuddi o'sha ripple delete bilan bir xil prinsipda ishlaydi bu ham. Marhamat, foydalaning bundan. Ko'pchilik montajyorlar buni bilmaydi. Agar siz montajyor bo'lsangiz, shundan ham foydalansangiz bo'ladi. Close gap bo'ladi. Close gapdan foydalaning, bu ancha qulay. Menimcha bu darsda yetarlicha ma'lumot oldingiz deb o'ylayman. Biz ancha-muncha narsani o'rgandik. Agar shu o'rganilgan narsalaringizni, instrumentlarni ancha gрамотно ishlatadigan bo'lsangiz ham ancha-muncha yutuqqa erishasiz va montajingiz ancha tezlashadi. Shu instrumentlardan gрамотно foydalanishni o'rgansangiz, montajingiz ancha tezlashadi. Va shuni tushunib yetasizki, bekorga Premiere Pro misol uchun professional montaj instrumenti, ya'ni professional montaj dasturi emas ekan degan fikr o'zingizda uyg'onishi ham mumkin. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, mana marhamat qilib like tugmasini bosing. Bu kanalni rivojlantirishga ancha foyda beradi. Keyingi videolarni o'tkazib olmaslik uchun podpisatsiyani ham bosing. Yaxshi kontent qilishga albatta harakat qilaman. Yaxshi chiroyli kommentariy yozsangiz, undan ham xursand bo'laman. Bu albatta menga motivatsiya bo'ladi. Birgalikda Premiere Pro'ni, hozircha Premiere Pro'ni o'rganishda davom etamiz. Keyinchalik misol uchun After'ga ham o'tamiz. Albatta. Va 4-darsda uchrashguncha xayr, sog' va salomat bo'ling.